Mazami? Mazza. Yuragim tez-tez sanchib turar, havo yetishmagan hisobiga ham bezovta qilardi. Hozir shu operatsiyadan keyin uncha bezovta qilmaydi. Bezovta qilyapti. Yo'q, Hozir endi Bundan buyog'iga oldik. Yanada nafas yo'lingiz ochilib, endi maza qilasiz. Bosh og'rig'i, yurak, hamma muammolardan inshaalloh qutulasiz. shu 20 yildan ham oshiqroq bo'ldi. Shu burunni bir tarafidan nafas olardim, bosh og'riq bezovta qilardi. Keyin tomoq tez-tez og'rirdi. Uyquda havo yetishmagandan og'iz bilan olgan hisobiga. Mana 9 kun bo'ldi operatsiya qilganiga bironta dori ichmadim bosh og'rig'i. Mana hozir oldi spreyni, mandaqani olgandan keyin havo bor ekan, kirar ekan, ishlar ekan demak bu burunda. Ha, operatsiya jarayonida qo'rqdim, lekin kirdim, o'zimda hech qanaqa og'riq sezmadi. 2 minutda yo 3 minutda chiqdim deb o'yladim. Keyin qo'rqqanim operatsiyadan keyin ham bezovta qilib og'rib yuradi shu yerlar, boshqa qiladi deb o'yladim. Yo'q, unaqa narsa bo'lmadi. Nafas olishlari yaxshi. To'siqlarini to'g'rilab, chaqaloqlarni kichraytirib, nafas yo'llarini keng ochib qo'yganmiz. Hozir nafas yo'llari yaxshi ochildi. Maza qilib nafas oladi, ikki tarafdan ham yaxshi holatda.